Surxondaryoda avtomobil yo'llarida o'zi va o'zgalarning hayotiga xavf tug'dirib, kimozaraga o'ynab kelgan bir guruh shaxslar ushlandi. Gap shundaki, Denov tumanida tunda poyga uyushtirib, aholi tinchligi va yo'llarda boshqa harakat ishtirokchilariga nisbatan hurmatsizlikda ifodalangan harakatlarni sodir etgan shaxslar huquqbuzarligi uchun javobgarlikdan yashirinish maqsadida transport vositalarini davlat raqam belgilarini ham o'zboshimchalik bilan yechib harakatlangan. Ushbu holat aks etgan video tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib, jamoatchilikning haqli e'tirozi va muhokamalarga sabab bo'ldi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruvlar natijasida yo'l bezorlari topildi va qonuniy chora ko'rilib, to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Denov tuman sudiga taqdim etildi. Buni qanday huquq-oqibatlari borligini bilasizmi? O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan uzr kesib 1 yil 6 oy muddatga haydovchilik huquqidan mahrum qilib, ba'zi hisoblash miqdorini 25 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlayman. Noqonuniy poygalar uyushtirishni tavsiya bermayman. 1,5 yilga mana pravamiz rishat bo'ldi. Bu yerga 25 ga jarima. Hech kimga bu narsani tavsiya bermayman. Jabrini mana ko'ryapmiz. Oxiri baribir o'zimizga ziyon berishini bildik. Sizda haydovchilik huquqi yo'q, haydovchilik malakasi yo'q, haydovchi deb tan olinmagansiz. Nima sababdan bunday jamoat umumiy foydalanuvdagi avtomobil yo'lida xavfli manyovrlar yoki poygalar uyushtirishga qatnashdingiz? Yoshlikdan beri. Yoshlikdan boshqa takrorlamayman. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 34-moddasiga asosan uzr kesib 15 sutga ma'muriy qamoqqa olish jazosi tayinlaydi. Nima foyda ko'rdingiz shundan? Shunday foyda ko'rganim o'sha birinchi marta bo'lgani uchun Baza hisoblash miqdorining 25 barobar hamda har qanday barcha transport vositalarini boshqarish huquqidan 1,5 yil muddatga mahrum qilish jazosi qo'llaniladi. Shu kunning o'zida yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ullari tomonidan huquqbuzarlar va ularning yaqin qarindoshlari jalb etilib, holat keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Bu kabi holatlar kelgusida takrorlanmasligi, jinoyatchilik va huquqbuzarliklar sodir etilishini hamda yo'llarda yuz berayotgan avariyalarning oldini olish maqsadida yig'ilganlarga mas'ullar tomonidan kerakli maslahatlar berilib, maxsus video lavha namoyish etildi. Surxondaryo viloyatida yo'l transport hodisalarini va qoidabuzarliklarning oldini olishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar davom etmoqda.